Mana shu komplektni ichlari bilan ko'rsatib bering, sifatlari yaxshimi yo'qsa olamiz deyotgan juda ko'p mijozlarimiz bor edi. Qaranglar. Krashini joylariga keladigan bo'lsa, shunchaki bomba. Juda ham sifatli qilib ishlashgan. Bundan tashqari podsvetkalari, mana bu materiallari, tillalari, yopishtirilgan mana bu oynalari, hamma joyi joy-joyida. Ruchkalarini ham yaxshisini qo'yishgan. Mexanizmlari ham cho'tki qaranglar mana. Hamma joyi, ichlari ham juda akkuratni. Bundan tashqari mana bu joylariga qaranglar. Chaklarini ham keltirib, har bitta detaligacha ahamiyat qilgan. Mana bu spanning bosh tomoni qaranglar, juda bagati, juda ham chiroyli chiqqan. Oyoq tomonlari, bokovoylari ham mana двойной qilib ishlangan. Qalin MDF dan ekan. Shkafiga keladigan bo'lsa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 eshikli ekan. Qaranglar. O'rtasida ikkita tortmasi bor ekan. Juda sifatli. Shkafini polkali qilib ishlatdi. Chetini endi bu ayollar uchun, erkaklar uchun alohida va o'rtada tabiiyki o'sha vishilka bo'ladi. Tepasida polkasi bor ekan. Bu masalan ayollarga deylik. Xuddi shunaqa mana 4 teshik, o'rtasi polka, vishilka ya'ni chekasi polka ekan do'stlar. Sifatlari prosta bomba. Narxiga arziydi albatta. Qarang, sifatlari juda ham idealni. Har bitta detallariga alohida e'tibor bergan. Eksentriklarda yig'ilgan. Podsvetkalari ham hamma joyi bir-biriga mos bo'lgan, ranglari, razmerlari, ko'rinishlari hamma yo'g'i cho'tki. Ko'ringlar, yoqsa va xolisa O'zbekistonga yetkazib olib beramiz.